Davlat gerbini o'zgartirish taklifi yana o'rtaga tashlandi. Bu taklifni esa senator Qudratilla Rafiqov bildirdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ko'rib turganingizdek, O'zbekistonda ba'zi bir har xil senator yoki deputatlar bor. Ular bor yo'qligini ba'zida mana shunaqa bir ahmoqona takliflari orqali biz taniy boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz aynan gerbni almashtirish plus va minusi haqida bo'ladi. Haqiqat yo'lida o'sha ikkita kanalimga strayklar tashlashib nima qilishdi, men ularni inshaalloh ochaman. Ungacha hozircha bu yangi kanallar yo pastdagi Telegram guruhimda meni yo'qotib qo'ymaslik uchun Telegram guruhimga a'zo bo'linglar. O'sha yerda ba'zi bir bu yerda ko'rsata olmaydigan videolarim albatta o'sha yerda bo'ladi yoki любой savollaringizga o'sha yerda ochiqdan ochiq javob berish mumkin. Ungacha hozir mana bu har xil Abror Muxtor Aliyev va boshqa shunaqa paxtakorlar bor. Davlat idoralarida o'tiradiganlarning gapini chuqur analiz qilmasdan og'ziga to'g'ri kelganini qilib, sirazu paxta qo'yib. Kecha internetda o'qib qoldim. O'zbekistonni gerbini almashtirish kerak degan fikr bildirildi. Juda zo'r fikr. Ancha oldin qilish kerak edi. Hayron qolganim 20 yil 30 yildan beri shuni hech kim yetmagan. Nimaga? Chunki mana shu fikrni bergan odam Saidov komandasida bo'lgan, nima sababdandir Karimov komandasidagilar yoqtirmagan, boshqa narsani ham biladi. Ilm, fanni, ma'rifatni otasi bu yurt. Dunyo xalqlariga ustozlik qilgan yurt. Davno qilish kerak edi. Mana shu odam shu Toshkentda bo'lmagani uchun, poytaxtda bo'lmagani uchun shu fikr voqea yetilmagan. Buni qilish kerak. Ba'zi birovlar aytayapti, ishlaring qolmabdi, bekorchimisanlar, mingta ish bor qilaman desalaring, bo'pti, to'g'ri. Mingta ish bor, ularni ham qilish kerak, lekin buni ham qilish kerak shuning ichida. Agar biz o'zimizni hurmat qilmas ekanmiz, o'zimiz qolganlarga prepotensiyya qilmagan ekanmiz, bu davlatlar, bu yurtlar, bu millatlar, dunyo hamjamiyati bizani hurmat qilmaydi. Biz shu amallab, shu bug'doylar papatga qilib yuraveramiz. Yo, buni yaxshilab, o'zgartirib, to'g'rilab, mangasi gimnni ham o'zgartirish kerak. Mana Shahzod ashulasi bor. Ey aziz yurtim deydi. Ana Yallan ashulasi bor. O'zbekiston, jamanim, vatanim, baxtbahorim deydi. Ana gimn. Sheralni o'zbegimi, Erkin Vohidov yozgan. Ana gimn. Nima bu? Serxiyos Amir Tilim Rus og'amiz degan so'zni qo'ysa bo'ladi. Bu hammasi qo'rqib, pusib, ishonib-ishonmasdan qilingan narsalar. Gimnni ham o'zgartirish kerak, gerbni ham o'zgartirish kerak. Oldimiz o'zimizni hurmat qilmaymiz, boshqalar ham hurmat qilmaydi. Hurmat qilishni o'zimiz boshlashimiz kerak, o'zimiz o'zgarishimiz kerak. Mana shu insonga o'xshagan yoki Abror Bezbetaliga o'xshaganlar aynan yana gerbdan tashqari madhiyamizni o'zgartirish kerak degan takliflarni ham ilgari surishyapti. Va endi mana shu inson, mana shu kabi insonlarga bir savolimda. Ey pastkashlar, insoniyat tarixida, butun bashariyat insoniyat tarixida o'lik insonni sud qilgan jamiyat bormi? Senlar da'vo qilayotgan o'zbegim madhiyasini, o'zbegim deb xalqni, butun O'rta Osiyo xalqlarini ichida qoniga singdirgan Sheril Jo'rayevni sen Abror Muxtor Ali, aynan sen xohlasan men videoda ham isbotlab beraman. O'sha insonga tuhmat qilganlaring bor. Mana bu majlisda, xuddi shunaqa mana bu majlisda O'zbekiston Respublikasini bosh muftiysi bir munofiq odam, Allohning shariatini yer yuzida tatbiq qiladigan bir to'da g'alamislar o'lik insonga tuhmat qilib bitta haromini yopishtirib qo'ydilaring. Ves bashariyat necha yillik bo'lsa, necha ming yillik insoniyat tarixida qilmagan ishni sen kabi to'nkalar aynan o'zbegim deb vasf etgan insonni hozirgi kungacha oyoq osti qilib yuribsanlar. Bilasanlarmi? Hozir endi yana madhiyani o'zgartirmoqchi senlar. Senlar birinchi qalblaringni o'zgartir, ongingni o'zgartir. Chiroyligina musiqasi bilan, boshqasi bilan turibdi. Senlarga faqat mana shunaqa buzg'unchilik kerak. Vatanni sevish uchun, boshqa uchun insonning qalbida ozgina Xudodan qo'rquv bo'lish kerak. Vatanga mehr, sadoqat bo'lish kerak. Populizmni yig'ishtirib tashanglar. Populizmni prosta yig'ishtirib tashanglar. Nima qilyapsanlar senlar? O'sha o'zbegimni, tem bo'li men o'sha Sheljo'rayevni himoya qilib yurgan paytlarimda menga turmada o'tirganlarni o'zi aytganki, aka, har kuni ertalab bizga turmada gimndan keyin o'zbegim ketardi deb. Mana shuni targ'ibot qilishga nima sizlarga xalaqit beryapti? Bir jamiyatga yaxshiroq qaranglar, qani pastkashlar. Yaqin kunlarda oddiy sunnat qilingan bolalar, vrachlik xatoliklar bilan 3 yashar, 5 yashar bolachalar o'lyapti. Nechta yosh qizlar, boshqalar burun operatsiyasi, oyog'i singan, boshqa kirib больницаdan o'ligi chiqyapti. Shuni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun sizlarga yana madhiya bahona yoki gerb bahona, bu pozor emasmi butun boshli jamiyatda? Sizlar kabi aynan mana shunaqa oddiy insonlarning sog'ligini biznesga aylantirib yuborgan sen kabi pastkashlar bo'lasanlar. Senlar mana bunaqa qarsak chalasanlar, har xil oddiy xalqni zarariga ishlayotgan qarorlarga ba'zida qabul qilinishiga senlar turtki bo'lyapsan, senlar o'shalarga podдержка beryapsanlar va ular o'ylayaptiki, shu haq ekan deb. Senlar gerbni almashtirish kerak deyapsanlar. Gerbni almashtirsa bilasanlarmi qancha bo'ladi? Birinchidan milliy valyutani prosta almashtirishga to'g'ri keladi.
Negaki hozirgi amaldagi naqd pul bekor bo'ladi-da. Buncha оборотdagi necha trillion so'mlar bo'lsa kerak. Prosta buni ito mana shu pullar ham, bilasizlarmi, bu oddiy qog'oz emas bu. Aynan paxtadan olinadigan qog'oz u. San tupoylarga gerbdan paxtadan olib tashlash deysan-ku. Aynan mana shu pullar paxtadan tayyorlanadi. Agar men tupoy kalalaring ishlamasa, Gibraltar tog'ini asoschisi hozirgi kunda Gibraltar degan tog' bor, bilasizlar? Gibraltar. Tal tog'ini asoschisi Abror. Buncha pulni qayta pechat qilish bilasizlarmi qancha tushadi? Primerni pulni. Bilaman, sendagi ahmoqlarni yetishtirib chiqish davlatga bepul tushyapti. Lekin buncha pulni qayta pechat qilish bu juda katta pul. O'zbekistonda o'zi buni pechat qila olmaydi. Bu pullarimizni hamma vaqt Germaniyadan zakaz qilingan. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, barcha pasportlar, diplomlar va har xil aynan prava bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasida O'zbekiston davlat gerbi bor. Bu deganiga adashmasam 25 millionta odamning pasporti va juda ko'p narsalar almashtirilishi kerak degani bu. To'g'rimi? Uchinchisi, davlat idoralaridagi barcha kabinetlardagi yoki maktab, bog'chalarda, davlat tashkilotlarida hamma joyda stendlar, devorlardagi osmon kartinalar hammasini almashtirish kerak degani. Bular bilasizlarmi qancha mablag'ga tushadi? Shu mablag'da luche hech bo'lmasa, shu ketadigan mablag'larga hech bo'lmasa kelinglar bir odam bo'lib turib, jamiyatimizga yaxshi vrachlar, muallimlar, ziyoli qatlamni tarbiyalaylik. Insonni, millatning hurmati bitta gerb yoki bayroq nimaga qarab qolmagan. U chiroyli bo'lishi kerak. Lekin hozirgisi ham yomon emas. Nimaga sizlar aybni boshqa narsadan izlaysizlar? Hozirgi kunda biz nima bilan maqtana olyapmiz? Yer yuzida qaysi davlatga borma, hamma joyda O'zbekiston fuqarolari har xil qotilliklar qilishyapti. Kerak bo'lsa, O'zbekiston borgan fohishalar ko'paygan. Senlar buni tan olasizmi, tan olmaysizmi? Bu fakt. To'g'rimi? Qaytaryapman. Aynan madhiyani o'zgartirish kerak deganlar O'zbegim qo'shig'iga 50 yil bo'ldi. Ma'lumotlaring uchun. To'nkalar o'sha gimni qon-qoniga, shu xalqni qon-qoniga singdirgan insonni tirigiga chiqa olmay, sen pastkash munofiqlar uni arkasidan so't qilib, bashariyat tarixida o'zlaringni mana shu senlar o'zi maqtayotgan, mana shu hozirgi amaldagi prezidentdan boshlab o'zlaringizni tarixga sharmandavor ahvolga kirgizib qo'ydingizlar, bilasizlarmi? Men bu bilan prezident aybdor demoqchi emasman. Men buni alohida avvallari ham qanday qilib botir odamlarni aldagani hammasini men isbotlab berganman. Kerak bo'lsa, salman hozir boshqa aynan ayol qadri haqida xayriya marafonlar, trassalarimizni bo'yicha aynan juda ko'p takliflar bor. Shular bilan sekin-sekin chiqish qilmoqchiman. Men bularni ko'pini Ramazon oyidan beri qilaman deyapman. Prosta vaqtim bo'lmayapti, yo har xil boshqa temalar bilan chalg'ib qolib, bu ezgu proyektlarni qilishga, bu ezgu proyektlarimni qila olmayapman. Va lekin sen kabi to'nkalarni ezish kerak. Sen kabi pastkashlar aynan aql farosatlaringni ishlatmasdan hozirgi kunda xalqni dardi umuman boshqa bo'lgan mahalda senlar mana bunaqa populistik narsalar qilib, bir-biringga paxta qo'yib, oddiy odamlar, oddiy sunnat yaxshi niyatli bolalarni sunnat qildirib, больницаlardan bolalarni o'ligini qaytarib olayotgan paytida, butun O'zbekistonda hozir inson sog'ligi biznesga aylangan holatda oziq-ovqatlarning sifati pasayganda yo juda ko'p narsa, aldov, har xil foizlar, kreditlar, nimalar jo'sh urgan paytda senlar mana bunaqa takliflaring bu senlarga borku ikki dunyoda ham bu senlarga bir la'nat olib keladigan narsalarda. Senlar aql farosating umuman yo'q, senlarda millatsevarlikni o'zi yo'q. Nima qilibdi o'sha bug'doy yoki paxta tursa? Bug'doy bu rizq emas. To'g'ri, O'zbekistonda u darajada ko'p bug'doy hozirgi kunda yetishtirilmayapti. Yoki paxta bizning sharoitimizda juda kerak narsa. Mana shu kiyimlarimiz ham xb bo'lsa, aynan paxtadan bo'lsa, bizning sharoitimizda to'g'ri havo o'tkazadi. Sintetika mahsulotlar bizga to'g'ri kelmaydi. Bir paytlari ota-bobolarimiz aynan paxtadan qilingan to'nlarni kiyib, beliga belbog' yakkabandni boylab, bitta terlab olsa kun bo'yi shunda salqin yurgan. Shuning uchun gerbimizda paxta, bug'doy borligi bu qullik ramzi emas. Buni boshqa yaxshi narsani xuddi Jaloliddin Rumiy aytganlarki, o'zlaring qanday bo'lsalaring, dunyoni shunday ko'rasanlar. O'zbekiston jamiyatida muammolar tiqilib yotibdi. Gimni almashtirish, pasportni yo'q, texpasportni 5 yilda almashtirish bilan iborat emas.
kelinglar oddiy xalq bilan birlashib, o'zimizdan vrachlar, muallimlar, yaxshi ziyoli qatlamni chiqaraylik. Hozircha sen kabi paxtakor to'nkalarni O'zbekiston bepul ishlab chiqaryapti. Lekin gerb, madhiyani almashtirish bu arzon loyiha emas. Bu arzon loyiha emas. Senlar kabi manqurtlarni tarbiyalaganlarga Allohning bor jazosi bo'lsin. Alloh kifoya bo'lsin sen kabi maraz paxtakorlarga. Abror Muxtorali va boshqa mana shunaqa pastkashlarga hali aytiladigan yo yozilganu montaj qilishga vaqtim bo'lmagan. Yulduz Usmonov degan paxta qo'ydi, uni munofiqligi bo'yicha videolar bor. Rasul Kusherbayev aynan g'arbni xoin ekanligi, Navalniy degan insonni o'zbek varianti, O'zbekistondagi varianti aynan Rasul Kusherbayev. O'sha deylik zapravkalardagi qarorlarga qarshi chiqqandagi qanaqa provokatsiya bor edi va uni plus minusi haqida keyingi ko'rsatuvlarda albatta yoritib beraman. O'zlaringizdan asranglar, O'zbekiston tinchligiga ko'z tegmasin deya har xil mana bunaqa bema'ni atirlar, paxtakorlarni Alloh munosib jazosin bo'lsin deya Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Daryoda sudyaning katta yordamchisi $53 ming bilan ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati